Brekket yechishdan oldin nega aql tishi olinadi o'zi? Juda ham ko'p bemorlarmi nega brekket yechishdan oldin aql tishi oldirishimiz kerak degan savol qiynaydi. Kelinglar bugun sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi sababi вторичный brekket, ya'ni ikkinchi marta qayta brekket qo'ydirish birinchi o'rindagi sababi aql tishlar brekket yechish mobaynida hali yorib chiqmagan, lekin vaqt o'tgandan keyin aql tishlari yorib chiqqandan keyin bemorlarning tish qatori yana ham qiyshayib ketgan. Bu asosan oldi tishlar bilan bo'ladi va shu sababdan ham ko'pchilik ikkinchi marta brekketni aql tishlari sabab qo'ydiradi. Nega bunaqa bo'ladi desanglar, hozirgi kunda patsientlarni jag'i unaqa keng emas. Oldingi первобытный odamlarnikidagi jag'larimiz keng emas. Shu sababdan ham aql tishlar chiqayotganda ularga joy yetishmaydi. Ya'ni jag'imizda ularga joy yo'q. Oldindan tishlarni aql tishlarini olishmagan sababi patsientlar 6-7 tishlarini yo'qotganda aql tishlarini most qilib ulab, ya'ni ulab qo'yib tish qo'ydirishgan. Lekin hozirgi kunda bemorlar tishni yo'qotsa, ya'ni jag' tishlarini yo'qotganda ko'p holatlarda faqat implant qo'ydirishadi, hech qachon most qo'ydirishmaydi. Shu sababdan ham aql tishi olib qolishi foydasi yo'q. Ikkinchi sababi aql tishlar juda ham kuchli og'rib chiqadi. Patsientlarga, asosan ayollarga homiladorlik, emiziklik davrida chiqadi, ya'ni gormonal o'zgaruv bo'lganda. Shu sababdan ham u og'riqlarga chidagandan ko'ra planida hali og'rimayotganda oldirib tashlashni ma'qul ko'rishadi. Uchinchi sabab, mabodo sizlarning aql tishinglar yorib chiqdi ham deylik, bezovta qilmadi ham deylik. Aql tish qatorining oxirida joylashgani sababli juda ham ko'p patsientlarda u joyga zubnoy pasta va щеткаlar yetib bormagandan teskaris bo'lib, tishni kuchli og'riq bilan oldirishingiz to'g'ri keladi. Важный moment, bu aytib o'tgan har bitta sabablarni hamma patsientga ham to'g'ri kelmaydi. Ba'zi bir holatlarda aql tishi saqlab ham qolamiz. Agar siz ham aql tish bilan savollaringiz bo'lsa, konsultatsiyaga yozilib, bemalol doktor Jahon qabullariga kelishingiz mumkin.